Assalomu alaykum do'stlar. Men o'zim vrach Toshkent shahrida, hozirgi vaqtda Buxoroda faoliyat yuritamiz. 3 yil mobaynida belimda, oyog'imda og'riq bo'lasdi. Buxoro shahrida Ulug'bek domlaga keldim. O'zimni 9 marotaba o'qitdim. Shundan keyin belimdagi, oyog'imdagi og'riqlarim qolib ketdi. O'zim vrach bo'lgan holimda o'zimni sheriklarim davolay olmagan joyida mana Ulug'bek domla davoladi. Shu Ulug'bek domladan Alloh rozi bo'lsin. Martabalari ulug' bo'lsin. Nasib bo'lsa Qur'on shifo markazi bundan ham katta bo'lsin. Endi doktor endi Ulug'bek domla endi davolatlar emas, biza sababchi. Alloh shifo sizga berdi. Qur'on shifo. Endi ko'rdingiz, ruhning shifosi Qur'on. Alhamdulillah biza xursand. Nechta vrachlar kelib o'qitib ketadi shera shifo niyatiga. Alhamdulillah shifo topayotganga biza xursand. Bizni ham duo qilib turasiz. Rahmat. Rahmat.